oldu mu oğlum? Kapsızlıktan daim terip süreymen kapılı. Anlasam bu günden ne caratandı. İşkalı beni hatırcam kılmaysan kovalan. Bayada üzülmeydi her kıl yerleri. Böyle ne olmasa? Senlik yok. Haha mende. Kölüp gitgene. Kanatlansa arzuyum yetsin nişanlarımda. Memnun bulup dadam apam hatırcam bolsa. Rahmet kızım, rahmet. Bolsam deymen yaxşı ülge inilirim var. Hem bu bana sizdek oynasa değme kızım. Her üstüne mihir bilen süydüler. Güllendirip ecir mihnette. Üzülmüşsün halimizdir. Hoşam gülkine. Bu ailege karam. Tarbiya ko'rgan odam o'zining gap so'zlariga diqqat qildi. Boshqalarning gap so'zlariga qo'shiq solmaydi. Boshqalarning gap so'zlarini anglab bo'lib, andin o'zining gap so'zlarini deydi. Tarbiya ko'rgan odam degan gibi turdi. Degan ishni cho'qqin qildi. Boshqalar o'zining gaplarini emas, o'zining ish harakati bilan, amaliyat bilan isbotlab berdi. Tarbiya ko'rgan odam boshqalarga yuqori ovozda, qo'pollik bilan gap qilmaydi. Boshqalarga illiq, ilmiy muomala qildi. O'zining fazilati bilan boshqalarga ta'sir ko'rsatadi. Tarbiya ko'rgan odam boshqalarga hissdoshlik qiladi. Boshqalar ko'ngilsizlik uchraganda ularga yordam qiladi, ko'ngil bo'ladi. Boshqalarning oldida kamtar, muloyim bo'ladi. Terbiye ko'rgan odam kan qo'saq bo'ladi. Mayli xizmat, mayli turmushda olsun, mard sexiy bo'ladi. Arzimas ishlar uchun boshqalar bilan azarlashib yurmaydi. Ha? Bana. Ma gülde pek çırar geçilip değil. Bundayma bu gulları bedel geçirip ketasiz. Kendilerini üzüp soğuçulap koysun. Ha, ilan olalım. İlan? Baba, Ha? o yaxshilikni yaxshilik, yomonlikni yomonlik degan gap rost so'zini taqal gap ba. Maqum qazlagan ağzı açıldı. Ay tamak vaqtsızlık yapqın gaptisin ha? Sen elqi yaxshilik her joyda dur yar degan gap anlamaganma? Adam degancha bo'laman. Cho'qim yaxshilik ko'p qilish kerak. Yaxshilik unutilmas degan gap bor. Uning ustiga ko'rinlarda sen boshqalarga shunchalik go'zal muomala qilginki, hatto o'limingdimi dushmanlaring yig'lab ketsin degan gap bor. To'g'ri. Lekin elqi yomonlik degan gap to'g'ri aytilgan so'z emas, shuni bo'lam. Qonni bilan yig'ilmaydi. Boshqalar sana yomonlik qilsa-mu, sen cho'qim uningga yaxshilik bilan javob qaytarsang, ammo sen yomonlikqa odamni qayil qila olaysan. Odamchi bolam, har vaqt esinglarda bo'lsin, uchuninglar har zaman cho'qim ko'nglida yaxshi so'z harakatlarni o'ylab yurish kerak, a? Tushunarlimi? Tushundim. Az gap qilib sen bo'la o'tirib. Bo'lam, tezroq shuna. Kichik shuna, ha? Men maktubni borda o'qib bo'laman. Bo'ldi. Naras, Shadiya.
Ma gullar bek chiroyli ichilibdi, oppoq qizim. O'tgankidek yana bek chiroyliqka sug'chilab qo'yay dedim deb. Müzipla ekirib lo'ng qo'sab qo'yma. Balam, ma o'ldi gullarmi bizning bolalarimiz o'xshashchimi? Aqasini o'xshash parvish qilyaptim men. A gulni uzayversa gul qurib qoladi, bakjiqaroq uzaversa odamning qo'lim qurib qoladi, ha? Bola aytib chiqib qolishni qo'linglar. Kapama? Yo'q. Istachoydirma. Sam shu gapni aytacağım. İşterib yücmofkan sen. Maqitim imtihanda ötəmisən, kilaqitim tirişib turib özsən buldu. Neymiş mi qılasa deymen netican özgertib. Vay şundayım ha. Bu kompüterim oynamaya aldı. Telefonum yok oldu. Hammışını salı terip yugaka. Bu dəvəmənğə əmdi. O mən tirşvatmənğə. Dəvirdikə bir gep bosla. Bu şey 28 müştaklamdı. Ha boldu qılanlar, boldu. Assalamu alaikum. Voy aka. Voy aka qara. Voy aka. Voy aka kimya? Voy bular aka. Yaxshimi ukam, qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Yaxshimi aka? Yaxshimi? Yaxshimi? Qanday ahvolingiz? Yaxshi. Muzaffar dadam bilan Soniya opamlar yo'qmi? Ha, dodam opam qo'shlanaydan chiqib ketganda kiloqt boqaldi. Ha. Qanday yaxshilansa? Yaxshi. Izamchi aka. Rahmat. Ola. Ja. Bizga qo'yib berasiz. O'zim qo'yib ichalar. Ha. Qanday yaxshi. Kim bo'lganiki o'zim qo'yib beray. Uyg'onishinglar yaxshi ketib qolganda? Ha, yaxshi. Qayt ko'rsaydi. Assalomu alaykum. Ey, ishkillar payzmika? Ha, o'ynaydiganlar jiqmika? Ha, jiqmi. Ajab yaxshi aka. Faraz Qaysar. Ha? İşkirdagi Şinjan to'liq o'ttir sinflarining sharoitlari yaxshimikan? U ishkirdagi to'liq o'ttir maktabning sharoiti-chu, bek yaxshi-ka. Onun ustiga bizning Şinjandan apagan bolalarni alayda ko'z tutib, biz bilan birlikda o'qituvchilarni, oshpazlarni apadi. Maktabning muhitimi bek yaxshi, yotoq muhitimi bek yaxshi. Onun ustiga oshpazlar Şinjandan kelgachga tamoqlar bek o'xshaydi. Undasi yaxshi-ka. Onun ustiga ham taxi darsdan tushgan chaqda bizning maydondagi futbol maydonlari, voleybol maydonlari, futbol maydonlariga dahshat qizib ketadi. Ham qurboniyat, roziyatlarni alayda o'tkazib berdi. Maktab rahbarlari, maktab mudirlari bizga alayda ko'ngil bo'ladi. Onun ustiga attilab bir qitim bizning yotiqimiz kirib, biz bilan hol so'rashib chiqdi. Emas men kichiliklarga qatnashib, cho'lpon bo'lib turganman, cho'lpon ha. Aka, avval o'tgansan bir gap qila. Men o'tmas qilib, aka. Ha, o'tdi. Akam cho'qim o'tdi ukam. Akangga ishongan akangcha qarabdi. Cho'qim yaxshi o'qilaydi. Ay, ya. Umid yo'q. Qaysar akandek yaxshi o'qisan cho'qim o'talaysan. Qaysar akaning o'rganishichi izchil yaxshi. Sen yaxshi o'qisang cho'qim o'talaysan. Qara ukam. Maktabda yaxshi o'qib, uy kelgan chaq tushunmagan yerlaring bo'lsa, Shadiya hajangdan so'ra. Shadiya hajangcha qara, to'liqsizda men bilan birga o'qig'achqa, men bilan raqobatlashib o'qiydi. Birinchilikni qo'ldan bermay o'qib keldi. U albatta, ocham bilan ishimiz birinchi o'qiymiz. Shu akamla aqida sanag'anni birinchi o'qiydi. Voy ukam, unda dema, akamimiz manamisi deb birinchi o'psan ko'z qo'ymasa yana. Ha, mana. Manda olsun Shadiya. Vaqtmi birey berib qopdi. Opam yolg'iz qolgan ukam uyda. Dodam opam kelaydi aqalli bir tomoq qilsa tomoq yeb. Yo'q bo'ldi, ularni avori qilmay, kelgan chog'da ketdik deb qo'yaman. Men tig' yana kelma emasmi? Dodam opam bilan ko'rishib molmay. Yo'q bo'ldi, men keyinchi kelaman. Javob Ma'qul. Men cho'qim sen degandek yaxshi qilmayman. Ma'qul, cho'qim yaxshi o'qiysan, ha? Sen shu ukam cho'qim akavantini olasiz. Ha. Ma'qulansa.
okusun. Ata aytenen bu qo'shnilar. Qo'shnimizning qo'l tatgan. Son. Ap, yiltiroq dema. Hech kundan so'ng opam kunda dedi, vaqtga chiqmay sho'an. Kiramidu, opam bir tetib baqsin degandami? Maqbol. Mana chiqib bir kirsangiz anamiz tamoqlaylar. Yevitib chiqsam-chi. Men qo'shnilar deganga tamoq degandan bosh bundan chiqimiz yeb bo'lib, chiqilgan ish yo'q tutar. Ana sen chiqib ketding opa. Ha, ma'qul. Muzaffar? Muzaffar? Apa, bugün mahallemizge maqalizonlara topşırıp bergendi. Heli iz buldum bir ko'rib berasiz. Xatangiz borgan chiroyli bo'lib ketdingmi qizim? Azalda chiroyli opa ekansiz. Ha, yaxshi. Yoz to'g'riliq kana? Yozda qanday bo'ldi, mevalar qanday bo'ldi, masalan, o'ziki gullar qanday bo'ldi, butun yer jahon qanday bo'ldi? Biz keldik. Sizlar. Kim o? Yangi mehmondan birisi kelib qolibdi-ku. Tip oldik. Tepib oldi? Ha? Tip Ha? oldik. Tip oldu? Maktabdan aldım, Ha? tip oldik dedi. Maktabdan aldıdan? Ha? Balam, ata-anası men o'tirib turing qizim biz bir narsa ekilib oldik, otangız qo'ygan qiz olmang, qo'ldan tutib uyga kelib olmagasizlar. Ya, öyle ki maktabdan aldım, yığılab oturup çıkarıptı. Şundan başka adamda sorsak, hiç kim cevap vermedi. Bunun ustiga bizni tan xil uzoq saqlashmadik. Hech kim kelib aytmadi. Sen saqlashmoqdingmi? Çıkta kudu. Unda Qanchalik anchirab ketganda onda bo'lsa. Bunun ustiga hozir kichik bolalarni aldab sotadigan ishchi qo'ygan ekan, ansirab yondirib keldi. yaxshi qilsa balam, yaxshi qilsa. Qizim, ismingiz nima? Ha? Ismingiz nima deb turing? Doda. Onu katlaş. Katlaş. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu Ben ağaç kırıktan şöyle. Voy, Hayır tekşürüyorum. yangi yomon kelibdi-ku. Unda chiroq, maqaram. Chiroq qizakmi bu? Sen tuqqaning bor o'xshamda? Ko'zni aqlingiz chiqib turma qiz olunchu. Ya yaxshi odamning balvoq qizi o'rtiqqa zada o'xshamaydi ekan. Balam qo'sqingiz ochganda, uyga kirib ketib, ukanlar bir narsa beringlar, ha? Ha, buldu. Bildik. Şadiye. Ma ufkas yeydigan narsa bergan xan. Ya zip chiroyli qiz bola ekan bu, ha? Otasining bo'lib ketib qolgandi. Ha? Vallahi tepibdi. Tepibdi? Ha. Qachon tepibdi? Nima tepibdi? Shu boya maktabdan oldin tepib oldik deydi. Qanday qilamiz ha? Otasining bo'lib ketib qolgandan ufkam ustabdi. Muzaffar aka chatoq. Ma cho'qimma ishdan keldi bir uyim bormi? Ma qizon obdan chiroqdan qarsangiz, ma chiroydan bir ko'zdan bir shumlik yog'ib turma qizonlar deyman. Ukam tog'dan kichikini baldan nima uchun ayda shumlik yog'di? Ya jinim aka, uqmaysiz deyman, ba'zi odamlar hozir bek ajab bo'lib ketdi bu odam deyman. Hozir ba'zi odamlar qaram. Bunaqa mashina avto haydab mansingizmi oldiga kelib paloq yuz yetib pul undirman deydi ban. Chaqilib ketgan binasini ko'tarib yoqdan sizga bundan so'ng kitiblam traktor o'zi chaqib deb ashta pul undirman deb har xil yolg'iz bo'libdi odam deyman hozir aka. To'q bir o'lishgan qarang. O'lishgan mashinada mansam birisi o'zi so'ylab to'la dedi, achishib gash. Necha dastlab to'lagan bolamiz demiki deb. Lekin aka mama qiz olsa chatoq. O hamda hamma odam unda bo'lib ketmaydi. Ukam o'tgan qisman bir odamning qilgan ishi. Ya aka mama cho'qim bir o'yin bor. Voy ukam nima o'yin bo'ladi? Yig'lab bo'lib ketganda men bekir aytcho. Nima isolar endi bu narsa berlar otasining bo'lib ketdi-da. Ay, meni Saniya meni telefonim nerede? Hep oturup durmaz kapı şimdi ekran bir. Mak.
topdagi bolalar, anlamadim demanglar. Ma hozir men sizga ivat etgan adresdagi bir akamiz boladan birini tepapti, qaranglar. Bir qiz boladan birini tepapti. Mani top-topga avat qo'yinglar, ha? Ma'qulmi? Xo'sh. Ota-onasi nem bo'lib ketgandi bu balani deyman. Ya aka, men cho'qindir chirtoq deyman, qiz bola deyman. Bir uyum bor aka, to'xtamazga qilay. Bu balani Bunu nimadir so'rsam, eshitdim deb Biraz javob yemedin ha? berdi. Yo'q, ya ismini demay yig'lab o'tirdi. Oyna. Qanday qilamiz? Ya qadam. Aka, cho'qin bir uyum bor ma ishda. Men hozir telefon qilib, jamoat xavfsizliklariga telefon qilib aytdim. Abdulkak bir mushuncha taqibsiz aka. Nima chatoq? Maqramazga qilay. Agar ha, ma qiz bolani men degandek ashta odamning bolasi bo'lib qolsa, ma qiz bolani sizning bolaringiz tepib qoldi shundaymi? Tepelib epmangdi. Ko'z shapratlarga chiqib qoldi. Bu ko'z shapratlarni soqchilar tekshirib mush uyga kirib ketganini ko'rdi. O'chaqda soqchi sizni izlab keldi. Abanning ota-onasi qilib siz bola o'g'irsiz o'chaqda. Siz bola o'g'irlarniki xo'jayin bo'lib qolsiz aka o'chaqda. O'ylab baqilib, tog'dan biladigan to'safka. Yo'q. O to'g'ri bizga ham deyish bo'lmagan bizga yaxshilikni qilib qo'ymiz qarang, lekin hozir inoq jamiyat barpo qilamiz, davlatimiz qonun bilan boshqaramiz deb manda vaqtda munosabat bilan qonun aralashtira olmaydi aka. Qonun raisiz. Siz cho'qim hey aka. Fikam bu hamma o yomon tarafga bora olmaylar. Allah Erkinjon. Bir ishning yaxshi tarafini o'ylaydigansizmi? Ya o yaxshi tarafini o'ylaydiq. Hozir bek diqqat qilib yozmasak bo'lmaydi deyman aka. Siz kirgandan keyin o'zingizni qo'shib bizim jiddiylashtirish ekansiz fikam. Ay bir ishni yaxshi tarafdan o'ylab baqsangiz bo'lmamda? Yo'q. Qarab yoqman qizning yig'lab bo'lib ketgandim. Istab ota-onasi nim bo'lib ketib bordi. Bo'ldi fikam bu gapni keyin deyishlar. Eng yaxshisi tezroq mobilni bir ota-onasining qo'liga topshirib berdigan ishni qildi. Shundan muzaffar. Shunda qil. Aka. Bunda qildi. Ma gapni ham ya deyishmaylar qarang. Kunduz gap qilsam, atrofimga boq, oqshomga qilsam quloqim quloq degan gap emasmi? Ma u yoq bu yoqda odamlar uytib turma gap. Sal xatarlik narsa ma bu. Men uytib turma. Men uytib turma. Ishqilib aka, men degan gapni ularga qo'yishib beqingizmi? Assalomu alaykum. Ha? Kim o? Xato qilibsiz. Ha, xato qilibdi. Kimga? Savutgan bormidimdi. Topdim aka. Voy. Ma cho'qim yerga yutib ketgan balaniki, dadisi o'g'zon telefon ma bu. Sinash uchun. Cho'qim. Siz qanday bildingiz kan buni? Yo'q, akam paraz qilib buldum hozir. Cho'qim shu. Voy, telefon keldi. Ma'li. Voy. Ha? Katib. Ha, shu. Ya, men muzaffar emas. Ha, qo'shnisi. Hamma kirgan ha. Ya, men ha. Shu. Ma'qul. Sözlüşüm? Yani orada yavaş uğrup. Ya, saqchika aka. Saqchika? Ha. Nindeydi o? Ma plan adres öy muşumu, siz muzaffar şumu da ma öyün adresini xuduga demedi xe. Xudu şu ben bayam degan tutsam. Siz degan ba? Ben bayatın telefon qildim, saqchiga telefon qildim dedim o. Şu balın içinde tutuldim o. Endi tugashdik. Rasmi buzildi şimdi. Qanday buzildi fikam? Qanday buzildi? Aka o'ylab baqing. Ma saqchi hozir uyga kelsa, ma balam ish deb shundami? Qiz bolaning ota-onasi saqchiga azqan bo'lsa, balamizni tutib ketdi deb. Ishinde bağlamada aka, ma qizalım oqib, ay ishki balamni so'rab yapmangda, yig'ilsam bo'lmay qo'yib yapmang deb. Ey fikam. Bu sizningki kallingizda yaman shumniyatlik narsaning hammamiz peqirab yuramiz.
Ya aka endi hozir qilma jamiyatda yomon odamlar. Onda demang ukam, yaxshi odamlarimiz intayin jiq. Hamma ishni yomon tarafga buravermang unda. Ya Allah erkincan. Oy be bre işte bir yaxshi tarafdan o'ylab baksanız bo'lmam ukam. Saqchilar anglagan bo'lsa, telefon qilgan bo'lsa, yaxshi bo'pti bu. Kelib bo'lgan akasi otaniz kerak deb bas, yaxshi emasmi bu? Mush qallingiz ta'tir qurashtirilib qolmagan bo'g'aydi ukam sizning, ha? Lekin aka ma ish qilmaning olish qo'yg'im yo'qchimi? Rost. Bir quruq gapni az qilaman. Chetlab qolmayman ishqa. Bir yaxshi tarafidan o'ylang ukam sizning. Hamma tarafidan yaxshi tarafidan o'ylang. Qanday qilsak ma qiz balani bir atangiz ishtirak tepib bir atangiz balduroq bir ko'rishaki desa, ne yo'q gapni qilib yurtgansiz ukam. Yo'q, aslida o bicharaning otaniz nima bo'lib bordi? Men qiz balani o'ylayapsam, ya aka ma qiz balaning ko'zidan rost bir shumliq chiqib turdi deyman aka. Bir narisida qiz balani unda demang. Ya navod otamiz ochta odamlar bo'lib qolsa. Kichik Öyle işlerimizin bağı edi. Ya ozaq ish bor. Undas bir dağ qilma, bir dağ qilma. Bir dağ qilma. Canım akam, uda canım akam unda qilmang. Men meni gapimni faqat tushunmayapsiz. Navodim o'sh balaniki ota-onasi ochta yomon odamlar bo'lib qolsa, siz eslavas qanday qilasiz? Albatta men jiq gap ketdim sizga. Jiq tushuntirib ketdim canım aka. Siz ozaq tushunib qo'ying deyman. Hamma odam sizga o'xshash yaxshi emas, sizlarga o'xshash yaxshi emas. Ukam rahmat, bizni ko'ynib da'vatsiz buni tushunib turib o'tibdimiz ukam. Rahmat. Hamma ishni bunday yomonlik topmayli. Evet falan. Kilo'ga qo'za. Dadaşı başçı birden dikeli sizin ağıl kildi. Maqam kilo'ga. Ha, to'g'ri. Ocham to'g'ri dedi. Dadingizni opingiz uchun yili turib keldi. Vaqt biz bilan o'ynab turinglar. Çekiyor mu diripma? Unda siz oyun oynaylik. Ha, ne oynayalım? Unda uxlashmoq o'ynamdi. Voy yo'q, müküşmek oynaymiz. Ha, açsa qilaylik. Ha, aşağıya. Ne deydi ona oyunlan oynayalım. Ne oyun oynasak la? Takatuk oynaylik. Takat bu. Ha, bu. Yaşlanaylik ya. Ha, kafam. Oturalım. Agar kim turasa shu bizga bir Munir o'rnatamiz. Ha. Başlandı. Böyle. Ha. Ondan başlandı. Ya çoğunlukla. Ben de. Ondan kelsin ha. Takka, tukku, zincir, halqa nədə, tağda əməz bağda. Bağ minən, tağ sinən, örülüb, çörülüb, sən durub, səcil. Şuna çıx getdi. Men gap qilsam, gapim faqat ishonmadingizmi Zaparka? Hozir odamning ichiga faqat kirib chiqa olmaydi-ku. Shunga deyman, dab qolsin, men bitta ilmishib qolmay deyman. Ya aka, sizga meni bak oyaysiz, bak amroq men bilmay uni. Siz ko'nglingiz bak yaxshi odamsiz. Shunda bo'lsa men sal qo'rqdim-ku aka. Ya Allah ukam. Astagfirullah. Hemisi yomon tarafga bir o'rib bakmasanız bo'lmam da. Ya, da hozircha qarang, sizlarga o'xshash yaxshi odamlarmi bakchi? Lekin yomon odamlarmi-ku az emas-ku jo'g'anda. Shuni sal adab aztirab qoldik ekan. Ukam, hamma ishni gumon qilavermayli. Men chiqay aka, men chiqay. Birdan o'tirib chiqmoqchisiz ukam? Qo'sh, men kirmayman. Men kirmayman. Men bu sizdan Rahmat. Ha, men bu. Yo'q, rahmat. O'tiring, rahmat. Muzaffar akadan uy. Mushu. Muzaffar aka, men keldi. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xo'sh, kelani. Qani. Amin. Allohu akbar. Rahmat sizlarga. Oturib yaxshi oldi. Ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Voy. Oy. Yaxshi Az bo'lsin mening ko'nglim. Rahmat. Bu nima qilib? Rahmat. Bu men ishimni tushunmadim-ku. Ocham Takka, tukku, zincir, halqa nədə, tağda əməz bağda. Bağ minən, tağ sinən, örülüb, çörülüb, sən durub, səcil. Ben çıkındım. Aka. Hem xalqını nişq deysə? Oynapasın mı? Nuğunuz. Vay Ben açam oynayalıydım. Ha, oynapasın. Kime kalmışsa? Şu. Aka bula Esa onu. cizmas qildim chiqqan. Ben çıkmaz qındım Ya şu. Bak qayta o'ylaymiz. Va aka bula işte. Taslamadık. Uxlaymiz taxi. Ha, ben.
Balam yo'qolib ketgili 10 kun bo'ldi. Hech yerni topolmadik. Bugun inim Ündüdardan bir balning tepib olinganligini xabar qilib ketdi-ken. Şuna sizning qishinglarga kelib. Hemen balanglı kendi. Acayip yaxşı oldu. Biz mi ensirep turgan tok. Biz aslan qancha ensirep ketkendi deb bayazından beri şu nima qilarimiz bilmay o'tirgan tok. Hanim boshlarni kaynolı bek yaxşı oldu. Mana qildi. Mana biz qabul qilsak bo'lmaydi. Hammamizning balamiz bor. Mehr muhabbatni pul o'lchigin olmaydi. Hamma narsaga pul qodir emas. Ma'nosingizdan az bo'lsin. Qandaqsiz bo'lmaydi. Qandaqsiz bo'lmaydi. Hozir biz eng qo'shul oldig'imiz bu pul emas. Balaning tepilg'ini, sizlarning tepilg'ininglar yaxshi oldi. Ras. Man yanlış konuşuyorum. Manda kısmınız ben. Balam. Bala. Man bu sıra bala. Uy, Şadiye. Ben çık. Sen ne çakıyorsun lan? Uy. Hanım boş değil. Hanım boş. Allah ben. Ya man. Manda kısmınız ben rast rençip kalıma. Hanım boş. Sizlardagi yaxshi odamlar bo'lgan chiqadi. Balam. Balkonunu yerim kılmağla. Hozir bizim xo'shal oladigan vaqtimiz. Nima qilsam bola tepildi emasmi? Ha? Ko'nglingiz yerim qilma, mana bolangiz ko'z oldingizda turibdi. Qani chaychilar. Saniya. Qancha tomoq qilinglar, bunga kelishi oson emas. Ha, qani chaylanglar. Voy balam. Emas. Ömer? Bu... Mana 10 kundan beri balani izlab mama yerimiz qolmadi. Hech yerni topolmadim. Endi bo'lsin. Balta. Yig'lamayman. Bularni ko'nglimni yerim qilmaydi. Tepilib qala. Lekin bugun biz balamiz tepildi-da behosh bo'lgan. Balkim sizlarning balanglarni cho'qim bir yaxshi odam o'ydirdi. Balkim ularni sizlarni hozir izlayotgan bo'lishi mumkin. Ko'ngillar yerim qilmoqlar cho'qim tepildi. lekin hozirgacha tepilmasa. Balki bir yaxshi odamlarni Çay bakalım. Bu balını qachon tepib oldi? Bu balını bugün tushdi, balla ekeptiken onun sır bayatim hem hayran kaldım. Biz Ündüdarga çıkağında kılmagan, ya bizden balla çıkağım. Ya Ündüdar ben çıkağım ben 3 tane Ündüdar uçurqib yo'lga tutganman. Ödülüp qalay. Yana bir chiqarib baxsınız optiken. Ma'lum. Erkican çıkar. Maşı radyo, maşı barlık alaqış vasıtları, tor qatarlıq narsalarga, andımız saqçıqanlarga, bolsa maşı 110 dilo ma'lum qilish o'rinlarga biz bala to'g'ri bir uçurib olgan bo'lsak, Bozmuş da qilaylik. Assalomu alaykum. Muzabbakamni Mushu. Qara, juqurto'la. yo'q, biz uyga kirmaydi. Biz bir vazifa bilan kelgan. Boyatin sizlardan bola jutgan xabarni ilib, misha qarab mansab, orliqda idoradan yana bir bola jutgan xabar bilan idora qaytib, sal hayol bo'lib qoldi. Hech qisi? Bala dedingizmi? Bala dedingmi? Qiz bolami? Qiz bolami? Oq ko'ylak kiyib olgan. Bularning shu bolasi yutib ketgan, shu bizim o'yinga izlab ketgan. Bug'di yo'qlik, yuzi yumaloq kelgan. Bak. Mana mushu bola. O'xshab turdi. O'xshidi. Orzugul. Bayam o'zida ham shu. Shu Balalarda. Bizning saqchqanda, ittifoq yo'li saqchqansida. İttifak yolu saçmadı.
To'g'ri, isbolam. Voy, voy. So'k. Men. Ha, o vallahi atanız ve tepişip aldı. Nima? Bala? Yana birisinin balası çıktı mı? Bugün bir vakit çıkarıp özlemnin balısını ağılı var ayda tükeme arılık idareden telefon kep kılıp balını hazır yok derdi. Mektubun ağırlığı mı? Özünüzün balısı? Özlemnin balısı mektepke ağılı bağ. Ay işte sen kapıdan ben verip. Sakatacağım. Kızım. Bu balama silahını oydun çıkkanı bu kızıkışı oldu da. Bek yaxşı oldu Fikam, bek yaxşı oldu. Bek rahmet. Ben silahını ayırım bir yoklap gelme. Yakay. Rahmet. Rahmet demedi arkadaşlar. Oy, men sevip koyuyorum. Kelip oturup ketalar. Köp rahmet emse. Maqul. Bolgun davası. Baldırınızı ayağınızı elip kelip oturup ketesiz kama. Maqul. Balanızı obdara qaram. Mana usulda. Uf, hadim bo'lsa. İşki iş. Ödülüp tüketse. Shunday ajab bir hadim bo'lsa jimib bildi. Ketma. Saçlar ketma. Yani bir iş oldu. Başka şey olmadı. Bek yaxşı iştim bunu qildik cuma kapgan men. Biz hemimiz bek yaxşı qildik iş qilib. Tuz yaşdan üstten gezitladımda ziyaret qilib kelsa, meni unutib qolmam cuma ka. Çoxum ziyaret qilib keldi bizde. Şadiye güler çıkıyor size. Qala. Puldan yağısı, konuşu da. Ya bu ayol kişiye kichik bo'lganga cho'qim pulni yig'isi berish kerak. Bo'lmasa haqnalda tanlasa pulimiz ustiga qolgan deb qolsa hijlab qoladi. Ma konu olsun mayli, yan olsun mayli. Yan konu demektim de. Sizga bankadan bir nakit bersam ne yaxtırmaysiz? Bu havaldıklarla eğir oyun oynuyordu. Bu kız valda bunu oynamaydı. Hayda! Oha! Bu ne? Şu uzanda kalan ne Aa! Sen bir bilip sistem onu ne yapıyor? Vay şuradan bombası! Vay akaba tuzlanma yapılır, uğralım, tuzluk yapılır. Kimse altı sınıfı değil mi? Aa, vay be!